yoki nimalarni o'ylab turibsiz? Shu desam, PUBG'chilarga bitta zo'r keys tayyorlab qo'yganman. Ha. Faqat o'ziga yoqarmikan, yo'qmikan deb o'ylab turibman-da. Shunaqangi zo'r, lekin bitta o'ziga ko'rsa ham menimcha yoqtirib qolsa kerak. Xarakteristikasini ko'rsatib beraymi? Ko'rsatib bering. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, protsessorimiz Intel Core i5 14400F protsessori. Mana shuni qo'yamiz. Hop, platamizga keladigan bo'lsa, MSIdan B760N Gaming plus Wi-Fi. Game yaxshi ko'radiganlar uchun Gaming plus Wi-Fi dan qo'yganman. Hop, operativkasi 32 GB T-Force dan DDR5 bo'ladi. Hop. Doimiy xotirasi Lexardan 500 GB lik M2 RAM ga qo'yganmiz va eng zo'ri, eng maza qiladigani Asusdan 4060 8 GB lik video kartasi ham bor. Yomon-yu. Hop. Protsessori ID Cooling 360 FX 360 kullerlari, masalan, muzlati vajini kullerlari muzlatib turadi va Thermaltake'dan 750 wattli 80 pluslik blok pitaniya tok bilan ta'minlantiradi va eng zo'r joyi, mana keysga ham zo'r PUBG'chilar uchun mos qilib tayyorlab qo'yganman mana shunaqangi. Pro Gaming'dan oppoqqina keysga yig'ib tayyorlab qo'yganmiz. Buni o'zini atmosferasi o'yinga mos-da, bu ko'rayotgan keyslar hammasi juda ham oppoq, juda ham chiroyli did bilan yig'ib berilgan va eng zo'ri mana oldida mana shunaqangi 8 dyumli ekranlari ham bor. Maza qilib, bunga monitor ham kerak emas. Monitor alohida olib ham o'ylasa bo'ladi va bemalol mana shunaqangi kontrlarni ham o'ynasa ham bo'ladi. Juda ham zo'r, mana o'ynashlar anaqalari ham, ekranlarni ham ko'rinishi juda ham zo'r. Juda sifatli qilib ishlangan. Mana shunaqangi keyslarni faqat Xtech'dan kelib arzon narxlarda xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Aksiga olib botlar ham yo'q deb o'tirib beraman desam. Bombani qo'yamiz yo'lga. Mana endi botlar keladi. Necha Hz monitor bu? Bu 60 Hz bo'ladi. Buni monitori, ekranlari diagonali. O'zi bilinib turibdi, plavniy, rosa plavniy ekan. Ekranlari 1280 ga 800 piksel, ekranlari 8 dyum bo'ladi. Juda ham sifatli monitor qilib ishlangan. Albatta bu keysingiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, chunki bundan ham zo'r keyslarni qo'yib boramiz. Kanalimizga obuna bo'linglar va albatta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Murod, xayr salomat bo'ling.